avtosalondan ancha arzoniga Haval M6 mashinamiz 2024-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskalari top-toza, rektovka, miatina, qirilgan, chizilgan joylari yo'q. Yangi mashina. Balonlar radnoy holatda. Bu ikkinchi pozitsiyasi. Luki yo'q, bez lukidan, lekin hamma yo'g'i bir xil mashina, abagrev sidinalarigacha bor. Bu ancha aqlli mashina. Atiga 6000 kilometr yurgan mashina, yangi mashina. Monitorlari ham mana hamma yo'g'i zo'r ishlab chiqarilgan. Mashina keng. Orqani qarang, orqa вообще keng mashinani. Orqada 3 ta odam bemalol maza qilib ketadi. Mashinani hech qanaqa bir qirilgan joylari ham yo'q. Hamma yo'g'i tiniq, ma'qul turibdi. Ko'rishingiz mumkin. M6. Buni ancha rasxodlari oz. 6-7 litr ichadi yuziga. Bu hadavoylariga ham rosa ishlov berilgan. Haval mashinalarida hammasi yumshoq bo'ladi. Buni olib maza qilib minasizlar. Trekkerda o'rniga zo'r ham savlati katta mashinani, ko'rinishi ham yaxshi, ichlari keng. Bu mashinamizning narxi bo'ladigani $18.800.